Azizlar, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Xonadonlaringizga Allohning nur va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Mana ahvol. Ana sizlarga yangi yil. Barchani 2025-yil bilan kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz inshaalloh. Allohim 24'da ushalmagan orzularimiz 25'te ushlansin inshaalloh, Xudo xolasa. Endi bizning diniy bayram emas-ku, lekin sun'iy bayram bo'lsa ham har qalay shuni bayram qilib necha yillar nishonlaganmiz. O'shaning uchun bir go'zal tabiatdan sizlarga elinib qo'yib dedim. Fransiyaga tushdik, Italiyadan. Mont Blanc degan tunnel bor. O'sha Mont Blanc degan tunneldan o'tib Fransiyaga tushib oldik inshaalloh, Xudo xolasa. Juda ham go'zal bo'lib turibdi archalari. Ta'rifga til ojiz. Bir chiroyli kichkinagina bo'lsa ham bir video qilib qo'yib dedim sizlarga. Elingim keldi azizlar. Joninglar sog' umringlar uzun bo'lsin inshaalloh. Yana bir bor barchani kirib kelgan 2025-yil bilan tabriklaymiz. Bizga hali kirib kelgan yo'q. O'zbekistonga o'sha Xudo xolasa kirib keldi. Hamma yoqda bayram savdolar o'tayotgan bo'lsa kerak. Mana shunaqa go'zallikda yuribmiz. Mana shunaqa Yevropaning tabiatlari azizlar. 300 kilometr nariyoqda yozidan endi qishga kirib keldik. Mana. Bularni yo'l tozalaydigan o'sha mashinalari shay turibdi. Siraz yo'llarni tozalashib hamma yo'li chiroyli qilib qo'yishadi. Mana shunaqa o'rmonlari juda ham qor bilan burkangan. Juda go'zallik. Hozir yana bir 200 kilometr, 100 kilometr pastga tushgandan keyin yana yozga kiramiz. Joninglar sog' umringlar uzun bo'lsin azizlar. Ana shunaqa go'zal archalarini qor bosib qolgan. Juda go'zal. Ta'rifga til ojiz endi, prosta. Mont Blanc degan tunnel bor, 11 kilometrlik. O'sha tunneldan o'tib Fransiyaga kirib keldik.